Piyaj ishlash uchun ham hozirgi kunda Instagram bor, axlat deymiz bizni. Axlat yig'ish uchun ham odamlar har xil foydalanyapti. Ayol bilan yaxshigina janjallashdingiz Instagramda. Yaxshigina emas, qarang, men undan talab qildim. Bu ayoldan talab qildim. Nimani? Ijod o'z yo'liga-da, masalan. Ijod boshqa narsa. Sizni dilingizni ranjitdi. Qaysi gap aytdi? Meni dilimni ranjitgan narsa Halima xolam Instagram sahifalarida ham, umuman uyida ko'rsatuv bo'lganda ham Halima xolam ayolliklarini hammaga, ya'ni xalqqa ko'rsatgan. Hech qachon Halima xolam erlarini orqalaridan borib ko'chada kuyda urushib yurmaganlar. Birovni so'kib yurmaganlar. Birov bilan urushgan bo'lsalar, o'sha qanaqadir payt tarqalib ketgan yo'q, necha yillar oldin 20 yil bo'lgan bunga. Tarqalib ketgan bo'lsa, u ishlarini yuzasidan urushgan birov bilan. Hech qachon erlarini orasida urushmagan. Meni jahlimni chiqargan narsa Halima xolamni urushqoq, janjalkash, ana bir ko'chadagi ayolga o'xshatib, ana ko'chadagi ayol qanaqa shallaqa ayolga o'xshatib ko'rsatganlar, ko'rsatishgani menga yomon ta'sir